Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar va hurmatli prezident Japarov. Mana uni ko'rib qoldimda, qarang. Siz aytyapsiz, vazir lavozimiga birovni tayinlay desam, hech toza odam chiqmayapti deyapsiz. O'zim taklif qilgan 10 ta nomzoddan 9 tasi korrupsioner bo'lib chiqyapti deyapsiz. Juda qizil gap-da. Qarang, 10 tasidan 9 tasi korrupsioner bo'lsa, o'shini qanday siz uni tanladingiz? Bu korrupsioner turmada o'tirish kerak edi. Bu tashqarida nima qilib yuribdi? Shu yoqda meni hayron qoldiryapti. Endi aytyapsizki, oxir o'z mamlakatimizda vazir bo'lish kerak degan birorta nomzod qolmabdi deb so'radim deyapsiz. So'rabsiz, men javob berib qo'yay. Qirg'izistonda minglagan halol odamlar yashayapti. O'shalarni saylab qo'ysangiz mamlakatda baribir toza bo'lmaydi. Nimaga deganda bu mamlakat o'zi bunday desangizda kurd najas qonun bilan yashayapti. Najas qonun. Bizga Alloh o'zini dinini jo'natib, shu qonun, shu din degani bu qonun degani. Shu qonun bilan yashaylar deb bizga jo'natgan qonun. Endi uni o'rniga mana odamlar o'zlari Qur'onda yaramaydi bu, o'zimiz chiqargan qonun bilan yashaymiz deb Allohning 30 Qur'onni inkor qilib najas qonun chiqarishdi. Bu najas qonun chiqarib o'sha bilan yashovdi, mana hamma o'g'rib ketdi. O'zi aytyapsiz, mana korrupsioner degani bu o'g'rilarga ham juda kattasida. Hozirgi mahalda o'sha katta vazifada ishlayotganlar hammasi korrupsionerlar. Xalqni rosa talayapti. Shuning uchun mana kambag'al bechoralar $100 ga ham yetmaydigan pensiya olib yurishibdi. Yashash uchun hozir kamida $250 kerak. Mana bu har yili 10% dan qo'shilyapti. Avvalgi yildan bu yilda byudjetni solishtirib ko'rsa, byudjetga 3 barobar ko'p pul tushdi. Endi byudjetga 3 barobar ko'p pul tushgan bo'lsa, o'sha endi pensiyalar ham 3 barobar oshib ketishi kerak edi. Hech bo'lmasa 2 barobar oshsin, ya'ni 50% ham oshsin. Nimaga 10% oshdi degan bilan byudjetga pul tushdi. Lekin o'sha mana o'g'rilar, o'shada ishlayotgan o'g'rilar hammasini o'g'irlab qo'ydi. Ular kimlar desa, shu qo'l ostida turgan hammasi o'g'ri. Bitta to'g'risi yo'q. Bu yerda o'g'rimas odam yashamaydi, ishlamaydi. Sababi u Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilayotgan tuzumda halol odamga joy yo'q. Bu o'zi harom tuzum, unda faqat haromxo'rlar yashaydi, faqat o'g'irlaydi. Endi men sizni o'g'ri deyotganim yo'q, lekin o'zingiz mana aytyapsiz. 10 tadan 9 tasi korrupsioner bo'lib chiqsa, demak u tuzumda birorta bir yaxshi odam yo'q ekanda. Shuning uchun Allohning oldiga borganda o'sha sizni qo'lingiz ostidagi odamlar shuncha bo'pti, o'z qilmabsiz. Shuncha o'g'irlik qilganda nimaga qarab turding Alloh desa, nima deb javob berasiz? Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana qo'y boqadigan odamlar bor, uni qo'ychi deydi, mol boqqanlarga molchi deydi. Hali futbolda, boksda, boshqa narsani o'rgatayotganlar trener deydi. Endi siz butun qo'l ostidagizlar hammasi o'g'ri, korrupsioner bo'lsa, siz kim bo'lasiz? Sizni kim deb aytishadi? O'g'ri boshi deb aytishadi yoki noto'g'rimi? Endi agar siz ashiblarni boshida turib, ular o'g'irlayapti ekan, siz ham ulardan o'g'irlayotgan bo'lsangiz, unda rostdan ham o'g'ri bosh bo'lib qolasiz. Bemalol shu o'g'ri boshi bo'lib yuravering. O'sha odamlarni o'sha tanlaganingizda baribir o'g'ri keladi o'yiga. O'g'ri bo'lmay kelganda o'g'irlikni boshlaydi. Lekin o'g'rimas odamni uyiga kirishmaydi. Kirishdan ular katta pora berib, inaki o'sha joyda egallaydi. Endi rost siz ham o'shalarni bilib, o'shalardan pora olib yurgan bo'lsangiz, qolavering u yerda. U dunyoda albatta javob berasiz. Lekin siz o'g'irlik qilmayotgan bo'lsangiz, ulardan pora olmayotgan bo'lsangiz, bu yerda tashlab chiqib keting.
Sababi bu Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilayotganlar kofir bo'lib qoladi. Bu dunyoda do'zax asl aniq bo'ladi. Hozirgi bu dunyoda farzandlaringlarni shu harom ovqat bilan baqqanlarga ular haromi bo'ladi-da, keyin ular ham do'zaxi bo'ladi. Qiyomatda yo'qlardan ushlaydi. Sen meni harom ovqat bilan baqib, mana haromi bo'lib, keyin men ham o'g'irlaydigan bo'ldim deb. O'shanga sizda hozir nima bor? Bunda yo'l bor. Agar siz shu ular o'g'ri hammasi aniq, men endi sizni bilmadim. O'g'irlamayotgan bo'lsangiz darrov tashlab chiqib ketib qoling. O'g'irlayotgan bo'lsangiz unda qolavering. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon birodarlar va hurmatli Qirg'iziston prezidenti Japarov. Assalomu alaykum.